13. hadis. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İmam En-Nevevi rahimuhullah'ın 40 hadisiga hürmetki sazavar alimlarning bergen şerhizidan 13. hadisni okuyumuz inşallah. Ma'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. 13. hadis. Tercümesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hizmetçisi Enes ibn Malik radiyallahu anhu'dan bayan kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Sizlardan hech kim öz üçün yaxshi ko'rganni diniy qarindishi uchunmi yaxshi ko'rmagicha iymon etgan bo'lmaydi. Buxoriy 13. numurluq, Muslim 45. numurluq hadis. Şeyh Abdurrahman ibn Nasir al-Barrak rahimahullah'ның bu hadisga qilgan sharhdan ba'zilari tuvandikicha. Bu hadis barcha musulmonlarga samimiy holda yaxshilikni arzu qilishda asosdir. Samimiy holda barcha musulmonlarga yaxshilikni arzu qilish vacib. Özü üçün yaxshilikni arzu qilganidek, musulmonlar uchunmi yaxshilikni arzu qilishning, shundaqla yomonlikni o'zi uchun yomon ko'rganidek, musulmonlar uchunmi yomonlikni yomon ko'rish musulmonlar uchun samimiyat ko'rsatish hisoblanadi. 7. numurli hadisda buning farzlik hukmi chiqadi. Samimiyat bilan musulmonlarga yaxshilik arzu qilishning iymonning jumlasidan ekanligi. Alhamdulillah, yuqorida İmam En-Nevevi rahimuhullah'ның 40 hadisiga hürmetki sazavar alimlarning bergan sharhisidan 13. hadisni aldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.